213 volt. Chiroq o'chdi. Chiroq yoqamiz. Chiroq yoqsak 47 voltga tushyapti. 81 voltga. Qarayapti. O'chariqchi chirog'i. Bittagina lampochka 213 voltdan tushib qolyapti 80 voltga. Tak o'zimki 214. Tushunarli. Tak, bu yerda ham ushlanish 80 volt. Tak, korobkada nollar alohida, fazalar alohida ajratib olindi. Hozir bo'lsa ham taxminan mana shu simonimizda kelayotganda shuni ulangan joyi bor qayerdadir, masalan, o'sha urib yuborgan. Shu shlang ichida ulangani bor deb taxmin qilyapman. Sababi topildi. Mana ulangan joy. Urib yuborgan joy. Yana qaytib tomga chiqish kerak. Mana sababi. Bu bizda 220 ko'rsatib, bitta lampochkaga 80 ga tushib qolayotgandi. Hozir ko'ramiz. 237 volt. Lampochka naqalikchanda? 237 bo'yicha turibdi. Endi yorug'roq ham yondi. Bo'ldi, defekt hal qilindi. Yaxshi deyapti. 237 volt.